Assalomu alaykum. Yurakning elektr faolligini teri yuzasiga qo'yilgan elektrodlar orqali aniqlash mumkin. EKG moslamasi bu faoliyatni yozib olib grafik tasvirlaydi. Bu grafiklar yurakda elektr potensiallarini ko'rsatib, yurak sikli davomida ularning o'zgarishlarini yozib oladi. Yurakning 12 xil turli burchaklardan 12 xildagi elektr ko'rinishlari EKGning 12 xil tarmog'ini aks ettiradi. Odatiy 12 tarmoqni tanaga 10 ta elektrod biriktirish yo'li bilan yozib olinadi. Elektrodlar 6 tasi ko'krakka va 4 tasi har bir qo'l-oyoqqa qo'yiladi. Tarmoqlardan 6 tasi qo'l-oyoqqa, 6 tasi ko'krakka tegishli bo'lib, 6 ta qo'l-oyoq tarmog'i yurakka nisbatan vertikal kesimada ko'riladi. Bunda 3 ta elektrod o'ng va chap qo'l va chap oyoqqa biriktiriladi. O'ng oyoq elektrodi esa tokni yerga uzatadi. Elektr hodisalarini o'lchash ikki qutbda boradi. Ular manfiy va musbat. EKG apparati manfiy qutbni 0 qiymat sifatida qabul qiladi. Musbat qutb esa ko'rinish nuqtasi sifatida olinib, bu ikki qutbni birlashtiruvchi chiziq ko'rish chizig'i deyiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tarmoqlar bipolyardir, chunki ular 3 ta qo'l-oyoq elektrodlaridan ikkitasining orasidagi elektr potensialni o'lchaydi. Birinchi tarmoqda o'ng qo'l manfiy, chap qo'l musbat qutbni ko'rsatadi va bu yurakka nisbatan chapdan qaralganda yozib olinadi. Ikkinchi tarmoq o'ng qo'l manfiy, chap oyoq musbat qutblar orasida joylashib, tananing pastki chap qismidan qarash bilan hosil bo'ladi. Uchinchi tarmoqda chap qo'l manfiy va chap oyoq musbat qutblar orasida elektr potensialni yozib oladi va bu yurakka nisbatan pastki chap burchakdan yoziladi. AVR, AVL va AVF tarmoqlar yoki qo'l-oyoqning ko'paytirilgan tarmoqlari unipolyardir. Bunda qo'l-oyoqdagi bitta elektrod musbat qutbda bo'lsa, unga qarshi turgan ikki elektrodning o'rtasidagi soha 0 qiymatda bo'ladi. AVR tarmoq yurakning yuqorigi o'ng qismidan, AVL tarmoq yurakning yuqori chap qismidan, AVF esa yurakka nisbatan pastki sohadan ko'rinadi. Ko'krak tarmoqlari yoki yurak atrofi tarmoqlari yurakka nisbatan gorizontal kesimada ko'rinadi. Ular ham unipolyar tarmoqlardir. Ko'krak elektrodlari musbat qutb sifatida qaraladi va ularning manfiy qutbi barchasi uchun bitta bo'lib, u 3 ta qo'l-oyoq elektrodlarining kesishgan sohasidadir. Depolyarizatsiyada tarmoqlarga tomon musbat og'ishni, tarmoqlardan uzoqlashish manfiy og'ishni ko'rsatadi. Repolyarizatsiyada esa ayni shuning aksi ko'rinadi. Shunday qilib, yurakka har tomondan qarash orqali uning turli tarmoqlarini yozib olish mumkin. Salomat bo'ling.